39. bab. Kök, sösün ve to'qqiz ranglik yung yiptin to'qilgan rəxtin, ruhaniylar muqaddas joyda vazifa o'taganda kiydigan muqaddas kiyimlar tikildi. Harun uchun tikilgan muqaddas kiyimlar Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. Efod, zar yip, kök, sösün, to'qqizil ranglik yung yip ve kendir yiptin to'qilgan rəxtin tikildi. Qo'li chevar ustalar oltinni nepis so'qib, inchki toli qilib kesib, uni kök, sösün, to'qqizil ranglik yung yip ve kendir yip bilan aralashtirib, rəxt to'qib, efodni tikdi. Efodning 2 dona müre tasması bo'ldi. Efodning oldi ve keyni qismi bu 2 tasma orqali tutashtirildi. Uningdan boshqa yana kemer tayyorlandi. Kemer zar yip, kök, sösün, to'qqizil ranglik yung yip ve kendir yiptin ustluq bilan to'qildi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. 2 dona yo'lliq yiqiq oltin ko'zlikka qo'yilib, İsraillarning 12 qabilasining ismlari uning ustiga ustalik bilan möhürga o'yilgan naqshlardek o'yildi. Ondan efodning 2 dona müre tasmasiga qodilib, İsraillarning xotiri teshi qilindi. Mana bularning hammasi Parvardigorning emri bo'yicha qilindi. Xudoning irodasini bilish uchun kiyiladigan ko'kraklik qo'li chevar ustalar tarafidan tikildi. Tikilish usuli efod bilan o'xshash bo'lib, u zar yip, kök, sösün, to'qqizil ranglik yung yip ve kendir yip bilan tikildi. Ko'kraklikning uzunluğu ve kengligi o'xshashla 25 santimetrdan qilinib, 4 chasa hem 2 qat, yani yonchuqliq qilib tikildi. Üstiga 4 qur qimmatli tosh qadaldi. Birinchi qurga qizil yoqut, topaz ve zümrət o'rnatildi. İkinci qurga kök qash tosh, kök yoqut ve almas o'rnatildi. Üçüncü qurga sösün yoqut, yiqiq ve sösün kvarts o'rnatildi. 4. qurga rangsiz yoqut, yo'lliq yiqiq ve yeşil qash o'rnatildi. Bularning hammasi oltin ko'zlikka elinib, ko'kraklikka qadaldi. İsraillarning 12 qabilasining ismi xuddi möhürga o'yilgan naqshlardek bu qimmatlik toshlarning ustiga o'yildi. Ko'kraklikni efodga bekitish uchun sop oltindan ishilgan sho'ynidek 2 tal zanjir so'qildi. Ko'kraklikning usti tarafidagi 2 bujugining har biriga birdan oltin halqa bekitildi. Zanjirlar ayrim holda oltin halqadan o'tkazilib, efod tasmasının oldi tarafidagi 2 oltin ko'zlikka ulandi. Ko'kraklikning töven tarafidagi 2 burchakning efodga tegib turadigan 2 yuziga 2 dona oltin halqa bekitildi. Shundaqla yana efodning bel qismiga, yani kemerning yuqorisiga 2 dona oltin halqa bekitildi. Ko'kraklikning pulanlab ketmay, efodga chaplashib turishi uchun ko'kraklikdagi halqalar bilan efoddagi halqalar bir tal kök yip orqali o'zaro ulandi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. To'qimachilar efodning ichiga kiyilgan parijini to'qidi. Parijining rangi butunlay ko'k bo'ldi. Parijiga o'ymi yoqa echilib, yirtilib ketmasligi uchun yoqning cho'rsiga pavos tutildi. Parijining oyoq peshiga kök, sösün ve
to'qqizi ranglik yung yip va kandir yipdan anar nusxiliq kashtilar tushirildi. Sap oltindan qo'ng'iroqlar yosilib, Parijining oyoq peshidagi anar nusxiliq kashtilar o'ttirsiga birdan esildi. Ruhaniylik vazifasini o'taganda, kiyildigan bu Parijining peshiga navbat bilan anar nusxiliq kashtilar tikildi va oltin qo'ng'iroqlar o'rnatildi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. Harun va uning o'g'illari uchun kandir yiptin ich parija tikildi. Kandir yiptin salla, bosh kiyim va tamballamu tayyorlandi. Kandir yip, ko'k, so'sun, to'qqizi ranglik yung yiptin bir kamar to'qilib, üsti kashtlandi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. Sap oltindan bir qadoq yosilib, uning ustiga Parvardigorga ataldi degan xatlar muhrga o'yilgandek o'yildi. Hamda ko'k ranglik yip bilan salliga taqab qo'yildi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. İbadet çediri, Parvardigor bilan uchrashish chedirining tayyorlik xizmatlari butunlay tamomlandi. Parvardigorning Musoga buyurganlarini İsroillar bir-birlab o'rindadi. Ular ibodat chediri va chedirining barliq saymonlarini Musoning oldiga elib keldi. Ularning ichida ilmak, ram, to'g'ri baldoq, tuvruk va tuvruk puti, qizil bo'yalgan qo'shqa terisidan yasalgan yopiq, nafis ishlangan teri yopiq pardisi, parizlarni soladigan ahdi sanduqi, uning ko'dirish baldoqlari va og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti, shiraning saymonlari, Xudoga sunadigan nonlar, sap oltin chiroqdan, uning saymonlari, chiroq yig'i, oltin isiriqdan, muqaddas yog', xushbo'y isiriq, ibodat chedirining kirish og'zining pardisi, tushdan yasalgan qurbonlik supsining tush shalosi, supining ko'tirish baldoqlari va uning barliq saymonlari, poklanish desi va dos qo'yg'uch, Hoyluning cho'risidagi parda to'siqlar, parda tuvruklari va tuvruk putlari, hoyluning kirish og'zining pardisi, chedirning tonilari va qo'ziqlari, ruhoniy Harun va uning o'g'illari muqaddas joyda xizmat o'taganda kiydigan nafis muqaddas kiyimlar bor edi. Parvardigorning Musoga buyurganlarini İsroillar bir-birlab o'rindadi. Musa bütün narsalarni ko'zdan kechirib, ularning qilganlarining butunlay Parvardigorning amri bo'yicha bo'lganligini ko'rib, ularga baxt tilab duo qildi.